Ayni kunlarda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi tizimida faoliyat ko'rsatayotgan shahar va tuman texnikumlarida ochiq eshiklar kuni tadbirlari o'tkazilmoqda. Karmana tumanidagi 1 va 2 son texnikumlarda bo'lib o'tgan ana shunday tadbirlar tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Tumandagi 1-son texnikumida o'tkazilgan ochiq eshiklar kuni tadbiri doirasida kitoblar yarmarkasi, Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan seminar ham o'tkazildi. Maktab o'quvchilarini texnikumga jalb etish maqsadida tashkil etilgan tadbirda tumandagi Malik, Pahlavon, Hazora, Deggaron mahalla fuqarolar yig'inlarida joylashgan 7 ta umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf bitiruvchilaridan 200 nafardan ortiq o'quvchilar ishtirok etishdi. Ma'lumot o'rnida mazkur texnikumda o'quvchilarga 3 ta yo'nalish bo'yicha kasb sirlari o'rgatiladi. Bular avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, elektr energetika hamda kimyoviy texnologiyalar sohalari bo'lib, ayni vaqtda bu yo'nalishlarda 327 nafar yigit-qizlar tahsil olishadi. Ularning 64 nafari texnikum bitiruvchilari hisoblanadi. Keyingi yillarda texnikumni ishlab chiqarish korxonalari bilan o'zaro hamkorligi sabab aksariyat bitiruvchilarning bandligi ta'minlanmoqda. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi Karmana tuman 1-sonli texnikum bilan memorandum imzolangan bo'lib, hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Bu yerda talabalar o'z amaliyotlarini o'tamoqda va ish bilan ta'minlanib kelmoqda. Erkin iqtisodiy zonasida 5000 dan ziyod ishchi xodimlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 100 nafardan ziyod o'quvchilarning bandligi ta'minlangan. Hozirda ham shartnoma imzolangan bizga 50 nafarga yaqin amaliyotchilarimiz bo'lib, shundan 20 nafarni ishga qabul qilamiz. Tadbirda maktabning 9-sinf bitiruvchi yoshlari texnikumda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, amaliyot xonalarida bo'lishdi. Men Sardova mahallasining 27-umumiy o'rta ta'lim maktabi 9-sinf bitiruvchi o'quvchisiman. Bugun mana shu texnikumda kasblar olamiga sayohat qildik. Bu yerda 3 ta yo'nalish bo'yicha kasblar o'rgatilar ekan. 3 kun o'qish, 3 kun amaliyot. Menga bu dual ta'lim ham yoqdi. Men avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishini tanladim. Ularni buzish va tuzatishga qiziqaman. Bu yerda yana bitta qulayliklari, haydovchilik guvohnomasini olish imkoniyati bor ekan. Texnikumda IT hamda elektrik akkumulyatorchi yo'nalishlari bo'yicha 2 oylik kurslar ham joriy etilgan. Jarayonda tumandagi harbiy qismning bir guruh askarlari mazkur kurslarni o'qib, tamomlaganliklari uchun ularga mutaxassislik sertifikatlari topshirildi. Shuningdek, faol bitiruvchi yoshlarning bir guruh ota-onalariga tashakkurnomalar ham topshirildi. Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondonining tashabbusi bilan 2026-yilda muddatli harbiy xizmatchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha bir qator qarorlar qabul qilindi. Shu munosabati bilan Karmana tumanidagi 1-sonli texnikumda 75 nafar muddatli harbiy xizmatchilarimizga elektromontor va kompyuter savodxonligi bo'yicha qisqa o'quv mashg'ulotlari tashkillashtirildi va bugungi kunda ularga sertifikatlar topshirilmoqda. Ochiq eshiklar kuni tadbirida texnikum o'quvchilari tomonidan Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlab sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Ayniqsa Navoiy shahridagi Farhod madaniyat saroyining Qaldirg'och raqs ansamblining ijrolari yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Xuddi shunday ochiq eshiklar kuni tadbiri Karmana tumanidagi 2-son texnikumida ham o'tkazildi. Tadbirda tumandagi 19 ta umumiy o'rta ta'lim maktablaridan 9 va 10-sinf bitiruvchilaridan 400 nafarga yaqin o'quvchi yigit-qizlar ishtirok etishdi. O'quvchi yoshlarni texnikumga jalb etish maqsadida tashkil etilgan muloqotda so'z olganlar jamiyatda kasbiy ta'limning o'rni, texnikumlarda yaratilgan sharoit va qulayliklar, imtiyozlar hamda ustod-shogird an'analarining joriy etilganligi haqida bitiruvchilarga to'liq ma'lumotlar berishdi. Ta'kidlandiki, texnikumda maktabning 9-sinf bitiruvchilari uchun 8 ta yo'nalishlarda kasb-hunar o'rgatilishi, 10-sinf o'quvchilari uchun 2 ta yo'nalishda o'qib, kasb o'rganish imkoniyatlari mavjud. 10-sinf bitiruvchilari uchun dual ta'lim joriy etilgan. Bu esa yoshlarni egallagan kasblarni mukammal o'rganishga va ularning sohalari bo'yicha bandligini ta'minlash imkoniyati borligi qayd etildi. Savol-javob asosida bo'lib o'tgan tadbirda o'quvchi yoshlarni mazkur texnikumda o'qish va kasb egallash bo'yicha xohishlari mustahkamlandi. Ushbu ochiq eshiklar kuni tashkil etishdan asosiy maqsadimiz biz tumanimizdagi 9 va 11 bitiruvchilarni qamrab olib, ularni kasb-hunarga o'rgatish. Demak, bizda hozirgi kunda tumanimizdagi barcha umumta'lim maktablarining qariyb 50% o'quvchilari bizning ta'lim muassasamizga kelishdi va ular o'zlarining qiziqqan savollariga javoblar olishdi. Bitiruvchilarimiz bizni ta'lim muassasamiz tamomlagandan keyin Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyati, Navoiy issiqlik elektr stansiyalari va tumanimizdagi yirik korxona tashkilotlaridan Kamastrak servis, Gidrostanka servis, shu kabi tashkilotlar bilan
amaliyot o'taydilar va o'sha joyda o'zlarining bandligini ta'minlash bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan o'quv yilida bizda 247 nafar bitiruvchilarimiz mavjud bo'lib, ularning 90% ning bandligi to'liq qamrab olindi. Bularning 32% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan bo'lsa, qolganlari o'sha o'zlari amaliyot qilgan tashkilotlarga ishga joylashdilar. Joriy yilda 257 nafar bitiruvchilarimiz hozirgi kunda ishlab chiqarish amaliyotlarini davom ettirmoqda. Kelgusida bular o'sha o'zlariga diplomlarini olgandan keyin amaliyot o'tagan joylariga bandligi ta'minlanish rejalashtirilgan. Biz ochiq eshiklar kunida o'quvchilar tashrif buyurgan bo'lsa, ularning o'zlari qiziqqan yo'nalishlari bo'yicha barcha o'quv amaliyotxonalari, o'quv ustaxonalari, laboratoriya xonalari bilan to'liq tanishtirdik va ularning har bitta sohasi bo'yicha, ularning o'sha qiziqish va bilimlari bo'yicha ko'nikmalarini oshirdik. Ayni vaqtda texnikumda 598 nafar yigit-qizlar turli yo'nalishlarda ta'lim olishadi. Ularning 257 nafari bitiruvchilar. Ochiq eshiklar kunida o'quvchilar texnikum hayoti va u yerda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar, amaliyotxonalardagi qulayliklar bilan tanishdi. Ikkinchi son texnikumida keng va shinam amaliyotxonasi mavjud bo'lib, u yerda tikuvchilik, to'qirlik, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, qishloq xo'jaligi mashinalariga xizmat ko'rsatish, chilangarlik, elektr payvandlash kabi yo'nalishlar kesimida barcha asbob anjomlar joylashtirilgan. Maktab bitiruvchilari texnikumdagi qulaylik va imkoniyatlar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishdi.